Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan har doimgidek videoga qo'ydim. Shunga kanalim normal bo'lib qoldi. Har doimgidek har doimgidek cho'tki videolarda bizdan chiqaramiz. 13 ta video chiqarib kanal chiqarmay qo'ydim. Nimaga degan sababi ijtimoiy tarmoqlarda tufayli va men futbolga berilib ketdim. Futbolda endi ko'pchilik biladigan futbolga berilib ketdim. FK Mobile o'sha FK Mobile emas, men o'chirdim, yoqdim. Hozir burjuvchor bo'lgan voqealarni tinmasdan gapirib beraman. Xullas, FK Mobile'da tinib-tinchimasdan tortdim va Real Madridni tanladim. Hozirda Real Madrid burjuvchor menga o'sha Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham shularni boshida berayotgan Vlahovic, Nesta kompaniyalarni berdi. Men hozirda 4-5 bir taktikada yuribman. Ya'ni Barselonani FK Mobile'dagi taktikasiga ertaroq kirmaydi bu ham, albatta qochish bor. Bolalar, shunaqa gaplar. Keyin nimalar bo'ldi desanglar, har doim men paklar ochdim va paklardan yaxshiroq futbolchilar bir ikkitasi tushib qoldi, boshqasi esa omad yuz o'girdi. Bizda hozir 3 tarkibimni yoddan aytib beraman, esimda qolsa. Hozir esimda emas. Men Andriyanani sotib olganim va bir taktikasini 3 overga ko'paytirib, Nega ertaroq kirmayapti? Albatta H+ bo'lib qoldi. Shuning uchun ertaroq kirmayapti menimcha. Bo'la chiqamiz. H+ nima qilib bo'lsa ham o'chirib yuborish kerak. Hozir esa bizda demak Wi-Fi chiqmayapti. Antena yo'q bu yerda. Antena mana shu yerlarda bo'ladi. Mana adashmasam bu yerda. Bo'ldi. Antena chiqayapti. Endi yoqaylik. Albatta 4G bo'ldi. Endi boshdan kiramiz. Endi kirib ketsa kerak, endi yana boshdan boshlanamiz. Yo'q, kirib ketyapti. 4G Bolalar juda voqealarga dahshat bo'ldi, sizlar bilmagan voqealar, bilgan voqealar juda dahshat. Boshlashdan nima deyapti bizga? Gapirish bilan xayolim ketib qoldi. Bo'ldi. Demak, chiqamiz. Mana tarkibim mana shunaqa. Mana bu Xavi Alonsoni almashtiraman, chunki bu yerga to'g'ri kelmaydi va zaxiraga qo'yaman. O'ynayapti, chotki futbolchi kelmayapti. Havertz ekan. Shuni o'rniga yana bir futbolchi kelyapti. Bular ochilgan bo'lishi mumkin. Kiramiz marketga. Transfer market. Bo'ldi. Xavi bilan Alvarez tarkibimizda. Shuna qilib, endi Xavini qo'yamiz bu yerga. Xavini qo'yish kerak. Xavi qana Alvarez. Nega bitta kam bo'lganiga men hayron qolyapman. Mayli. Xaviga ham bitta kam bo'lyapti. Bilmadim, bular tarkibga ham yarashadimi? Tarkibga yarashmayapti. Sotib olganim foyda, to'g'rimi? Sotib olmagan. Lekin bir tarafdan to'g'ri. Nimaga deysam, himoyani kuchaytiramiz. Alvarez bilan Xavi qayerda? Mana. Ana. Endi bu futbolchini ko'paytiramiz. Hozir biling bo'lsam, endi buni. Xavi turibdi. Ana. Ahshat.
Jude Bellingham yangi transfer bo'ldi. Buni endi kattaroq futbolchiga kuchaytirish kerak. O'zi dahshat futbolchi bu. O'zi shunaqa dahshat o'ynaydigan futbolchilardan biri. Darvozabonni kuchaytirganman. Bo'ldi. Havertz o'rniga hech kim topa bilmadi. 96 overimga qaysam mana bunaqa tarkib. Zaxirada hech kim yo'q. Rizich esa qo'rqinchli tarkib bilan kirib kelaman. Bolalar biza nima qilamiz? Shunchaki tarkibni ko'rsatib o'tib ketmaymiz. Shuning uchun like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Men boshqa blogerlarga o'xshab izoraydiganlar emasman. Like bos, obuna bo'l. Like bos, obuna bo'l emas. Men boshida like bosing va obuna bo'lib qo'ying deyman va videoni o'rtasida bir marta aytib chiqib ikki videoni qirg'ir nima edi? Oxirida aytaman. Bo'ldi shunaqa. Meni samosoyatim yo'q. Shuning uchun nima qilamiz? Bir kiramiz, aylanamiz. O'ta arzon. 35 Demak, biz mana buni o'ynamaymiz. Mana botga kirib, mana bu yerga kirib. Hozir. Chempionlar ligasini o'ynashimiz kerak. Hozir Chempionlar ligasi bizga muhim emas. Shuning uchun mana bitta o'ynab turamiz. Galabi. Boshlaymiz. Buni tugatib keyin biz normal ishlar qilamiz. Nimalar desalar ochamiz. Keyin video pakli bo'ladi. Shuning uchun obuna qo'yinglar. Buni hozir tepadan tashlab qo'yay desam endi bo'lmaydi. Shuning uchun bitta qo'rqinchli zarbadan berdim. Hozir darvozabonni oldi o'tamiz. Bakka. O'xshamadi degandim. O'xshadi. Oshib ketdi. Ya'ni bu hisoblaganda 703 ga oshib ketdim. Demak, men matematikada unchalik emasman, endi maqtanib qo'ymayman. Maqtanish hammada bor, endi juda aqlli bola ham maqtangan. Demak, mana bundan ko'p yig'sak, ko'p pul topar ekan. Juda dahshat. Men birinchi olgan futbolchim bu 100 bitta kartochkadan tushdim. Shtrafni yoqtiraman. Bunday qilib aylantirayim. O'xshamadi. Men aylantirishlarim nima chotki. Nima hech kimga tegmayapti. Shunchaki kallangga demaymiz. Tegma? Tegdi. Xudoga shukr. La shukr degan. Shu payt shunaqa bo'lsa. Eng yomon ko'rgan narsam shu. Wow! Dunyoga rekord o'rnatdim deymayman chunki hamma qiladi. Lekin men o'zim uchun rekord o'rnatdim. Chunki hech qachon qila olmagan narsani qilganman. Hop. Bola videoni tugatishga majburman. Hop. Bo'pti bola, sizlar bilan xayr deb qolaman.